Yo, WhatsApp neger hammaga salom do'stlar. Bugungi videomiz xullas imperiya qurdim mana. Robot degan setdan mana shunaqalar qurib chiqdim. Rasa qiyin bo'ldi. Antlardan qilib kelguncha deyarli vaqt ko'p o'tdi. Endi bu yerga ko'proq daraxtlar ekyaptim. Chunki bu o'tinlar bo'lyapti. Nimaga bu yerga anaqa qilib qo'ygan sababi zombilar paydo bo'lib qolsa bizdan urolmaydi-da, ashdan chiqolmaydi to'g'rirog'i. Zo'r video bo'ldi-da bugun kech. Men hozir kechqurun videoga o'tirib ko'ra o'z videoga olatdim-da. Magadir bir balon nito tuyapti, lekin nito emas-da. Kim Minecraftga qiziqsa aytsa bersin. Bemalol. Bitta katta daraxtlar ekan. Qiziqsanglar aytaveringlar. Bemalol. Qo'rqmasdan hech kim kulmaydi. Mana qiziqamiz. Do'z chiqamanda zombilarga aytganda mana shunday o'tib ketadi. Chunki zombilar sakrashni bilmaydi-ku, do'yiradi. Chiqadi. Ndoqlan dedi, lekin chiqolmadi. Shuning uchun anaqa daraxtlarga to'lib ketdi. Bu daraxtlar uni cho'pishga cho'padi. Bu imperiyada nimagadir mana taxtani buzib o'tib ketdi. O'rtasida quyi tiqilyapti. Xullas, keyingi qismlargacha xayr do'stlar. Qo'rqinchli qishloq videoimni ko'ringlar. Bo'pti, xayr do'stlar. Bu video kam bo'lgan sababi shuki,